Ma'rifatparvar ajdodlarimizning merosi bugun biz qurayotgan huquqiy, demokratik davlat va fuqarolik jamiyati uchun poydevor bo'lib xizmat qilishi tabiiydir. Chunki ularning g'oya va dasturlari yangi O'zbekiston barpo etish strategiyasi bilan har tomonlama uyg'un va hamohang. Bir asrki achchiq dod faryod, kechalari charx urar hayhot. Mudramagin ko'zni och do'stim, ichingdagi jadidni uyg'ot. Juvon margul bobolar haqqi, bolam degan nidolar haqqi, o'qqa uchgan duolar haqqi, ichingdagi jadidni uyg'ot. Ichingdagi jadidni uyg'ot. Yuragingni tubida nur bor, nurga cho'mgan kapalak qurbon. Qo'yvorni xovuchlab qo'yg'on, ichingdagi jadidni uyg'ot. Behbudining qoni qoningda, jo'sh uradi tiyrak oningda. Uyg'oq nuqta bordir oningda, ichingdagi jadidni uyg'ot. Ko'zi ochiq uxlayotgan zot, to'psizlikka qo'layotgan zot, omonatlar senga bu hayot. Ichingdagi jadidni uyg'ot. Uyg'otsa chekinar zulmat, yo'q bo'ladi bid'atu illat. Uyg'otsa uyg'onar millat, ichingdagi jadidni uyg'ot. Ichingdagi jadidni